Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Siz bilan bugun uyda domashniy chuchvara qovuramiz. Demak, bizga kerak bo'ladi bitta piyolada solib oldim, bitta dona tuxum va bir qoshiqcha sariyog' solib oldim. Endi bunga yarim qoshiqcha tuz aralashtirib olaman va un solib qattiqqina xamir qorib olamiz. Mana obunachilarimiz ana shu turishda endi qattiqqina xamir qorib olamiz. Mana obunachilarimiz mana shunday qattiq ko'rinishda xamir qilib oldik. Endi buni mana shu ko'rinishda 10 minutga qo'yamiz, yana keyin ushlab olamiz. Damini olib turguncha piyozlarimizni maydalab to'g'rab olamiz. Mana obunachilarimiz piyozimizni maydalab, farshimizni ham solib oldim. Bunga ozgina tuz sepib oldim va endi ozgina zira solib olaman. Ziravorlar solish o'zingiz tabga qarab solib olasiz. Endi bir xil massa hosil bo'lguncha bu nachinkamizni aralashtirib olamiz. Mana nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi nachinkamizni yuzini yopib 10 minutga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ungacha damini olgan xamirimizni yana 5 minut davomida ushlab olamiz. Mana obunachilarimiz xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni 15 minutga dam olishga jo'natamiz. Mana xamirimizni nafis qilib yoyib oldik. Endi buni to'rtburchak ko'rinishda taxlab kesib olamiz. Mana kesib taxlab oldik. Endi buni ham hammasini mana shu ko'rinishda yoyib olamiz. Mana xamirimizni hammasini mana shunday to'rtburchak ko'rinishda kesib taxlab olamiz. Xamirlarimizni mana shu ko'rinishda yoyib oldik. Endi bunga tayyorlagan nachinkamizni ozginadan solamiz. Shunday qilib solib chuchvara tugib olamiz. Demak, ikkita yonboshini o'rtasini yaxshilab mahkam qilib yopishtirib, mana shu holda chuchvaralarimizni tugib olamiz. Chuchvaramizni tayyorlab oldik. Endi buni yog'imizni qizdirib, qizartirib pishirib olamiz. Mana obunachilarimiz qizib qo'ygan yog'da chuchvaramizni qizarguncha qovurib olamiz. Mana obunachilarimiz chuchvaramiz pishib tayyor bo'ldi. Siz ham albatta buni uyda tayyorlab ko'ring. Xamirlari juda ham qirsildog' bo'lib, mazali bo'lib, ichlari ham go'shtlari pishib chiqdi. Mana siz ham albatta tayyorlab ko'ring.